eng zo'r javob egasiga $100 mendan sovg'a. $100 pul mukofotining egasini aniqlab oldik akalar. Xo'sh, betga 200 dan ko'p odam o'z fikrini yozib qoldirgan. Uning ichidan to'g'ri javoblar bor. Ko'pchilik o'zi to'g'risi qaysi bo'ladi deyishgan ekan. Mukofot egasini videoning oxirida aytib o'tamiz. Oldin to'g'ri javobni ham aytib o'ting, hammaga manfaatli bo'lsin. Uy quradigan bo'lsangiz, tayyor qo'shningiz devorlar turgan bo'lsa, u devorga suyab qoladigan bo'lsangiz, betonlar bir-biriga yopishib ketish holatlari bo'lishi mumkin. Agarda keyin qo'shningizning uyi buziladigan bo'lib qolsa, sizning uyingizga zarar kelib qolishi mumkin. Xuddi mana bu tushdan ko'rsatib qo'ying, mana menga o'xshab ko'rasizmi? Shuning uchun siz ikkita uy qurayotganda orasiga penoplast qo'yib ketishingiz, keyingi holatda uy buzilganda sizning uyingizga ta'sir ko'rsatmasligini ta'minlab turadi. Agar shu yerda ham penoplast ishlatilganda bir-biriga ziyon keltirmagan bo'lar edi. Xullas, izolyatsiya vazifasini ham bajaradi va eng asosiysi zilzila bo'lganda deformatsiya vazifasini ham bajaradi. Ko'rdingiz, videolarimiz juda ham foydali bo'lyapti va bu foyda ko'pchilikga yetib borishi uchun hoziroq like tugmasini bosib qo'ying, ko'pchilikga yetib boradi. Xullas, bu savoliga to'liq tojikistonlik akamizni topdilar. U akaga o'zimiz aloqaga chiqishga harakat qildik. Telefon raqamlariga ham telefon qildik. Tojikiston nomeri bo'lgani uchun balki tusha olmagandirmiz. Endi o'zlarining direktlariga yozib qo'ydik. Qachon bizga aloqaga chiqsalar, viza kartalarigami pullarini tashib beramiz. Yoki bizlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqing. Xullas, eng asosiysi, sizni issiq sovug'ingizni o'ylayotganlar yomon gumonda bo'lmang. Videoni eng yaqin do'stlarga tashlab qo'ying. Assalomu alaykum.